chunki anada hammaga maksimum foydali bo'lishga harakat qilaman-da. O'shaning uchun balki saqlab qo'yaman xudo xolasa, balki saqlamayman. Lekin vaginizm bo'yicha bir kunda 3 talab keladi. Hozir ko'p odamga kerak bu ma'lumot. Bir xilda kela oladi, bir xilda kela olmaydi. O'shaning uchun hozir bizda qabulda patsient borlar, saqlayman yo'q hali bilmayman, saqlashga harakat qilaman chunki juda ham yaxshi foydali ma'lumotlar bo'ladi hozir. Bular bitta farzandlari bor, lekin nimagadir undan keyin aloqa qilishda muammo bor. Qarang, ismingizni ham aytmayman, qarang. Farzandingiz o'zingiz tug'dingizmi yo operatsiya? O'zingiz tug'dingiz, даже o'zingiz tug'a olgansiz. Nima sabab bo'lyapti aloqa qila olmayotganingizga? Men o'zim xohlamayman. Aha, tushunarli, ancha yasni bo'ldi. Lekin og'riqmas, aloqa qila olsangiz og'riqmas, to'g'rimi? Ozgina og'riq bo'ladi. Sezmaysiz. Sizda уже vaginizm emas. Sizda послеродовый depressiya ketyapti. Da, послеродовый depressiya nima degani? Men sizga tushuntiraman. Siz bilan ko'proq sizni ko'proq ma'lumot berishingiz kerak o'z aslida-da. Men ko'p gapirishim kerak emas. Nima degani? Tana to'ydan keyin qanchadan keyin homilador bo'ldingiz? Sразу kasalim kelmagan. Ha, sразу ko'tarilgan. Chunki anaqa to'y paytida kasalim keldi. Tungi ekan, bir 3 kuncha qo'shilganmiz. Keyin qo'shilganimizdan keyin sразу chiqarganmiz. Aprelda tug'dim keyin. To'yim avgustda bo'lgan, voqli tug'ganman bolani. Ha, 36 haftada. Iroda, mana sizlarga ma'lumot, nima uchun vaginizm degan narsa bor? Nima uchun vaginizm emas, nima uchun ayollar jinsiy hayotdan mazza qila olmaydi? Orgazm yo'q nimaga? Chunki qizlarni qayta siyqasi chiqib ketdi, bu gapni aytganimdan siyqasi chiqib ketdi. Biz qizlarni to'g'ri turmushga tayyorlamaymiz. Mana hozir sizda уже birinchi kecha, hozir kirib ketyapsiz o'sha chimildiqqa, даже o'sha payt o'rgatilmaydi. Hatto o'sha payt aytilmaydi. Kirasan, eringga bo'sh qo'yasan, o'zi o'rgatadi. Nimaga? Yana aytaman. Qizlarni biz dom работница qilib erga beramiz. Nimaga unaqa deyman? Dom работницалар nimani biladi? Masalan, kir yuvishni, ovqat qilishni, uy tozalashni, ularni zo'r o'rgatamiz qizlarimizga. Lekin onalarimiz ham bilmaydi-ku, onalarimizda ham ayb yo'q bunda. Chunki onalarimizda ham shunaqa tarbiya qilgan. Nimaga? Qizlarni yigitlar bilan yurib ketishidan qo'rqqanimiz, yigitlar bilan yurib ketishini oldini olish uchun jinsiy hayotni uyat, gunoh deb tarbiya qilamiz, o'rgatamiz. Shuning uchun ham juda ham ko'pchilikda deyarli bilmadim, balki xato aytayotgandirman, lekin kamida 70-80, balki undan ham ko'p foiz ayollarda jinsiy hayotdan mazza qilish yo'q. Nimaga? Chunki ong osti degan narsalarni eshitib o'rganganmiz-ku, psixologiyani va psixologga bormasangiz ham qulog'ingizga chalinadi-da. O'shanda nima? Sizga so'z bilan aytilmagan bo'lsa ham, voy o'chir ovozingni, uyat, erkak kishining oldiga yaqinlashma, boshqa deb voyaga yetkazilgandan keyin erkak kishiga nisbatan tana blok hosil qiladi. Ong ostida blok hosil bo'ladi. Va shuning uchun ham ko'p qizlarimizda, ko'p ayollarimizda jinsiy hayot temasida muammo bor. Agar jinsiy hayotga qizlarimizni to'g'ri turmushga berib, to'g'ri tarbiyalasak, ya'ni qizlarimizda dom работница emas, mayli uy ishlarini o'rgansin, bu yaxshi. Lekin ayol qilib ham tarbiyalay boshlaganimizda qizlarimizni, ya'ni jinsiy hayot bu asosiy narsa aslida. Ayol qilib ham tarbiyalasak, o'sha bu narsa, ya'ni davlat siyosati miqyosida biz 90%gacha, 80%gacha ajrashishlarni oldini olamiz. Tushunyapsizmi? Bola bo'lmasa ham farqi yo'q. 8 yillab. Bir-biridan er-xotin qoniqyaptimi, bir-biridan orgazm bo'lyaptimi, bir-biridan lazzatlanyaptimi, ajrashib ham ketmaydi. O'zi ajrashishlar melish narsalardan kelib chiqadi. Sen kech kelding, sen ovqat sho'r qilding, melish narsadan kelib chiqadi. Shu narsaga ahamiyat berilmaydi o'sha. Er-xotin bir-birini. Bizda shunaqa narsa bor. Er-xotin bir-birini tushunib ketgungacha 5 yil vaqt kerak deyiladi. Kerak emas aslida. To'g'ri tarbiyalaganimizda kerak emas. Tushunyapsizmi? Endi qarang, sizga shu paytgacha mana shu so'zni o'zi sizda blokni ochish kerak aslida. Nima narsa bu? Sizda gunoh edi boshqa yigitlar bilan birga bo'lish, boshqa yigitlarga tanasini ochish gunoh edi. Chunki biz guldek tanamizni o'zimizni erkagimiz uchun, bo'lajak erimiz uchun asrashimiz kerak qiz bolalik paytimizda. Va turmushga chiqdingiz, ham shariy Alloh oldida sizning nikohingiz bor, ham qonuniy davlat oldida sizning zaksingiz bor. Nikohi anaqa zaksingiz bor, qog'ozingiz bor. Ham qonuniy eringiz.
endi sizga 100 million so'm ichida bor plastik karta berildi-da. Ya'ni bu bo'ldi turmushga chiqdingiz degan misol qilib aytaman. Va siz mana shu 100 million so'm bilan hamma narsa idealniy hamma narsa sotiladigan katta bir supermarket. U yerda mebel ham bor, u yerda kiyim ham bor, u yerda oziq-ovqat ham bor. Kiryapsiz-da, 10 ming so'mga zavachka olib chiqib ketyapsiz faqat. Qolgan 100 million pul kuyib ketyapti. Sizga imkon berildi, zo'r yashash imkoni berildi. Ya'ni mana ering rohatlan. Bu dinda ham keltirilgan. Erkak kishi ayolidan, ayoli eridan rohatlansin degan narsa bor. Va bu agar shunchalik yaxshi narsa bo'lmaganda, ilohiy bo'lmaganda, Allohning ne'mati farzand jinsiy aloqadan tug'ilmasdi. Tushunyapsizmi? Siz mana shu narsani tushunishingiz kerak. Bo'ldi, endi ruxsat menga. Siz o'zingiz anglab qilmayotgansiz, lekin ong osti sizni boshqaryapti hozir. Shunaqa narsa. Bu uyat, bu gunoh. Erkak kishiga yaqinlashish kerak emas degan sizni qoliplaringiz bor hozir. O'sha qoliplarni ochish kerak. Qolgan vaginizm borlarda ham shunaqa narsa. Mana shu qoliplarni ochish kerak. Yo'q, o'zingizni shar'iy eringiz. Bu jinsiy hayot shunaqa yaxshi narsa bo'lmaganda, insonlar intilmasdi unga. Alloh ham ayollar nima uchun yaraldik? Erimiz uchun, juftimiz, erkagimiz uchun yaraldik. Keyin yana bitta narsa bor-da. Er-xotin xohlaysizmi Maldivga borib dam olishni? Конечно, xohlaysiz. Eringiz sizga mashina berib qo'yishni xohlaysizmi? Конечно, xohlaysiz. Chiroyli, endi bilmayman qanaqa sharoitda, men so'ramadim ham sizdan, 2 etajli chiroyli penthouslarda, umuman katta-katta uylarda yashashni xohlaysizmi? Ayol energiya berish kerak. Shunaqa deb o'ylaymiz. Faqat ayol energiya bermaydi. Ya'ni demoqchiman, o'sha gap xato. Erga ayol energiya bermaydi. Nima energiya beradi? Jinsiy aloqadagi erkakni olgan orgazm energiya beradi. Ana shundan kuch oladi erkak kishi. Tushundingizmi? Buning uchun nima bo'lishi kerak? Men bitta hamma taniydi u kishini. Bitta erkak kishi kelgan, ginekolog bo'lganligim uchun ular ayollarini o'zini xotinini olib kelgan menga. Bir o'ynash bir nima emas. Lekin kelishdan oldin, ayolini olib kelishdan oldin telefon qilgan. Mayli birinchi o'zim suhbat qilsam borib siz bilan deganlar. Xo'p deganman. Kelganlar, gaplashganmiz. Men sal uyalganman, lekin vrach sifatida qabul qilib, vrachsiz xafa bo'lmang singlim deganlar. Lekin men sizga aytishim kerak. Ayolimda orgazm yo'q deganlar. Men shuncha harakat qilaman, lekin ayolimda orgazm yo'q. Bu narsa meni xafa qiladi. Erkaklik chestimga tegadi deganlar. U insonni butun O'zbekiston bering ayolimda. Nima qilsa bo'ladi? Demakki, erkak kishi shunchaki qo'pol qilib aytganda masturbatsiya qilib ham bo'shana oladi erkak kishi. 5 ga 1 degan gaplar bor-ku. Lekin qachon haqiqiy mazza qilar ekan? Shundan xulosa qilganman, ayolini bo'shanganini ko'rganda. Bu ham erkaklik chestiga tegar ekan, agar ayolini bo'shantira olmasa, naqd qila olmasa. Va yana bitta narsa, Alloh har narsani o'zining qonun qoidasi bor-ku. Jinsiy aloqada Alloh yaratgan bir qoida bor. Men buni mana shu gaplardan keyin qanaqadir angladim desam ham bo'ladi. Qanday qoida bu? Spermani qo'l oyog'i bo'lmaydi. Spermani dumi bo'ladi, sperma suzadi. Aniq mana bitta emas, 2-3 marta, 3-4 oylarda shunaqa narsa bo'lgan, 3-4 yillik besplodия. Ular lecheniya olib yuribdi, ular nimalar qilmayapti-da. Men ular bilan gaplashganimda, o'tirib rosa gaplashamiz. Besplodiyga kelganda 1 soatdan bizning suhbatimiz bo'ladi kamida. Va so'raganda ayolda jinsiy aloqa yaxshi emas. Farzand qatdan hosil bo'ladi jinsiy aloqadan. Orgazm umuman yo'q. Va ularga suhbat qilib jinsiy aloqada ochiq bo'lish kerak. Bloklari bilan ishlashga harakat qilganman. Bu suhbat orqali bo'ladi, boshqa narsa emas. Mana tushunyapsizmi? Sizda ham mumkin. Xohlaganingizcha o'zingiz namoyon qiling. Xohlasangiz rollevoy quyon bo'lib kiyinib bering, anaqa dumlar aniq bo'ladi-yu, pinyuarlar. Farqi yo'q. Xohlasangiz anaqa boshqacha, xohlasangiz bunaqa narsa, hammaning fantaziyasi har xil, xohishi har xil. Ya'ni eringiz bilan xohlagancha imkoniyat qilishingiz mumkin. Jinsiy aloqada fantaziya qilishingiz mumkin-da. Bu narsa uyg'otadi. Birinchi o'rinda mana shu. Mana birinchi o'rinda bugun qiladigan ishingiz pinyuar do'konga borib, bor pinyuarlaringiz bilaman. Lekin borib yana yangisini olasiz. O'zingiz tanlab, endi bu safar boshqacha tanlaysiz bu gaplardan keyin. Tushundingizmi? Nomiga emas, o'zingiz uchun tanlaysiz, eringiz uchun emas.
endi qarang. Va mana shu holatda ularga jinsiy aloqani o'rgatganimda o'zida ayol birinchi orgazm qilish kerak, keyin erkak bo'shanish kerak. Ayol birinchi bo'shanish kerak, keyin erkak bo'shanish kerak degan narsani o'rgatgan. Ular shu narsaga harakat qilib, shu narsani eplay olganida homila bo'lib ketgan. Nimaga? Spermani qo'l oyog'i yo'q, spermani dumi bor. Ya'ni Alloh shunaqa yaratgan. Tushunyapsizmi? Va sperma harakatlanishi uchun, suzishi uchun nima bo'lishi kerak? Suyuqlik bo'lishi kerak. Bu shunchaki teginganda ajraladigan suyuqlik emas. Bu ayolda bo'ladigan orgazmda ajraladigan suyuqlik. Ana shu suyuqlik sperma uchun ideal muhit hisoblanadi. Tushundingizmi? Alloh ham buni mexanizmini yaratdi. Birinchi ayolda orgazm bo'lishi kerak, keyin erkakda. O'zi ham juda ochiq gapiryapman, saqlab qo'yadigan bo'lsam uzr, ko'pchiligiga kerak bu narsa. O'zi ham erkak kishi birinchi bo'shangandan keyin уже qayta aloqa qila olmaydi erkak kishi. Aslida ham shunaqa-ku. Shuning uchun ayol kishida birinchi bo'lish kerak. Bu degani har safar ham bo'ladi, ayol kishida bo'lish shart degani emas, to'g'risi. Chunki inakda erkak kishi birinchi bo'shanadi, shuni hisobiga ayolda bo'lmay qolishi mumkin. Lekin imkon qadar qoidasi shundaki, mana ilohiyligini ham tushunib o'tdingiz-da, Alloh shunaqa yaratdi. Mexanizmi shunaqa. Birinchi ayol bo'shanishi kerak, keyin erkak. Jinsiy aloqa 3 ta etapdan iborat bo'ladi. Gapirdim, oxirigacha gapira qolay endi. 3 ta etapdan iborat bo'ladi. Birinchi etap, ikkinchi etap, uchinchi etap. Birinchi etap bu nima? Qo'shilgungacha bo'lgan davr. Bu davr hattoki ertalabdan boshlanishi mumkin. Kechqurun aloqaga kirishadigan bo'lsanglar, ya'ni kim hop ishga ketdi, hop uyda farqi yo'q. Bir-biriga aytiladigan romantik so'zlar bilan, "Men seni sog'inib ketdim, kechasi nimadir bo'ladi", masalan, romantik so'zlar. Kechasi men seni nima deydi, burning noj bo'ladi, nimadir, har xil romantik so'zlar. Parizoda Kurahmetova seksapatolog masalan, imенно jinsiy aloqada muammo bo'ladigan bo'lsa, jinsiy aloqaning sifatini yana ham yaxshilash uchun konsultatsiyalarga borishni maslahat beraman. Zo'r seksapatologlar ular. Ular bilan A-klubda birgamiz va bitta dars o'tib berdilar bizga, aytibdilar. Hozir mana eringlarga SMS yozinglar, shunaqa narsa SMS yozinglarki, shunaqa gap yozinglarki, ostini jimirlatib yuborsin debdi. Shunday sizni xohlab ketsin debdi. Qo'pol qilib aytganda prostitutkalar shunaqa narsa qiladi. Shuning uchun yugurib boradi erkaklar. Tushunasizmi? Men ularga ham qarshi emasman. Hech kim ajratmayman. Masalan, menga ikkinchi xotinam keladi, birovga o'ynash ham keladi, o'zini xotinini aniqayam. Prosta inson sifatida, patsient sifatida hammani hurmat qilaman. Va keyin u davom etadi, o'pishish, quchoqlashish, erkalash, eragan zonalarga teginish. Mana shu etap qancha ko'p bo'lsa, sifatli bo'lsa, keyingi ikkita etap yaxshi bo'ladi. Keyin ikkinchi etap bu aynan qo'shilish, uchinchi etap bo'shanish. Tushundingizmi? Mana shu qoidaga amal qilish kerak. Jinsiy hayotga, jinsiy aloqaga hurmat bilan qarash kerak. Ya'ni kerak bo'lsa kun davomida tayyorlash kerak. Shunday ishdan keldi, siz ovqat qilgansiz, ovqat hidi, shunday kirdingiz, yotdingiz emas. Kerak bo'lsa hayajonlanib kutishingiz kerak shu narsani-da. Xoningizni yaxshi holatga keltirishingiz kerak, bolangizni kerak bo'lsa uxlatishingiz kerak, bola bilan ham jinsiy hayot bor. Yo'q degani emas. Endi sizda nimaga unaqa bo'lyapti? Yechim etingmi? Siz mana turmushga chiqqandan keyin bizda nima? Sraz bola, sraz homila. Tushunyapsizmi? Tim bo'lim siz sraz ko'targansiz. Hali birinchi kechani o'zidayoq pashti ko'targansiz-da. Va har bir narsada, masalan, deylik, suzishni o'rganmoqchisiz-a, shunday suvga tushsangiz suzib keta olmaysiz-ku, to'g'rimi? Uning uchun harakat qilish kerak, tajriba qilish kerak, to'g'rimi? Jinsiy hayot ham xuddi shunaqa. Sizning hayotingizdagi yangi davr. Va bu davrda siz qancha tajribali bo'lsangiz, suzishni yaxshi o'rgansangiz, jinsiy aloqani yaxshi o'rgansangiz, birinchi homila bo'lib